alaykum hammaga. Aka qayerdansiz? Sirdaryo viloyati Boyot tumanidan keldik. Sirdaryo Boyot tumanidan, ha? Boyot tumanidan. Pris ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'ldi. Narx-navodan ko'nglingiz to'g'mi? Chiroyli qilib berdik, ha? Zo'r. 3 kunda hal bo'ldi. 3 kunda hal bo'ldi. To'yga kelaman Samarqandda. Shunga taqib ketayin aka. Iloji boricha tezlashtirib bering degandingiz, to'g'rimi? Obunachilar, klientlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman albatta. Kelsin, ko'rsin. Ma'qul, ha, hammasi. Zavodda hamma ishlash bitta joyda ish ketadi. Hammasi bir joyda bitta, mana 1.30 ga 220 chiroyli qilib, laklarni sepib, moshni qilib taqlayverganmiz. Kimga shunaqa prislar kerak bo'lsa, adres Samarqand Jonboy, mana akalarimiz mol doktor ekan, mana Sirdaryoning mashinalari Damazga taqdilar. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, adres Samarqand Jonboy, kola zavodi yonida. Mana chiroyli qilib berdik. Akam o'zi kechqurun bo'lsa ham kutaman, chiroyli qilib beringlar degan. Akam ma'qulmi? Ma'qul, rahmat. Mana chiroyli qilib taqlab berdik. Balandliklardan baland qilib berdik. Rushotkalar olinib qo'yiladigan amazat risol bor, shivillerda yasalgan. Akam ayli, yaxshi kunlarga ishlating, sog' bo'ling aka.